Antaliyaga borganda shopping qilaman deb pochkalarni sotib kelmasligini uchun aynan mana shu 3 ta торговый sentrni сохранить qilib olinglar. Lokatsiyamizni birinchi bo'lib Mark Mall Antaliyadan boshlaymiz. Bu molda sizlar aynan infopod paytida, ya'ni 8-mart har xil skidkalar 14-fevraldan oldin 60% gacha bo'lgan chegirmada tovarlarni xarid qilsanglar bo'ladi. Tasavvur qilasizlarmi? Qishga yoki yozga har bir inson o'zi uchun kerakli tovarni topadi. Keyingi lokatsiyamiz esa bu Terra City. Bu yoqqa kelganimda to'g'risi tovarlarning sifatliligini ko'rib boshim aylanib qoldi desam ham bo'ladi. Hamma narsa Gap deysizlarmi, Zara va hamma brendlarni eng yuqori kачествоda topsanglar bo'ladi. Men esa butun bozorlik qilib, yetti avlodimga olib chiqdim. Ayniqsa bahor paytida kelsanglar shunaqa zo'r skidkalar bo'lar ekan, har bitta tovarni men skidkada oldim. Eng qizig'i yoniga bonuslar ham qo'shib berishdi. Ozgina pulim qoldi. Keyin bo'ldi, endi Antaliya Mallga ham kirib chiqmasam bo'lmaydi deb keyingi lokatsiyaga yo'l oldim. Antaliya Mall. Bu mall haqida gapirishga ulgurmasak ham, chunki menda shopping. Kun bo'yi shopping qilgandan keyin albatta qaytishda lukum olishni unutmanglar, chunki bu yerda Terra City'ning birinchi qavatida eng zo'r lukumlarni assortimentda sotib olsangiz bo'ladi. To'g'risi bu yondagi mazani ko'rib shunaqa hushimdan ketib qolay dedim. Unaqa mazali shirinlikni men umrimda yemagan edim. Shuning uchun informatsiyadan keyin albatta podpiska tashlab qo'yishni unutmanglar.